Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bugun 24-25 yanvar 26-yil. O'zim uyimga pechka jasadim inshaalloh. Междукомнатный. Divorning o'rtasidan bunday cho'ng zalimiz bor edi. Shuni ikkiga bo'lib turib bile перегородканы gipsokardondan qilib bunday pechka solib qo'ydim. Жаңылык qilib o'zim uyimga испытаниyadan o'tkazayin deb kotel jasab 4 komnata jilita turgan pechka jasadik. 4 komnata jilita. Birinchi komnat navi. Navi ikkinchi komnat. Buyursa, mana shu zalning продолженияsi. Navi как положено, немецкий системасы, 3 обороты, cho'ng listi bo'ladi. Bunani kotel mana. Tуда обратка подачасini chiqarib klientlarnikiga shunday qo'yamiz. Bu yoqni svarshik montaj etish kerak bo'ladi. Svarshiklar dele suylashib beramiz. Biz unday uslugimiz yo'q biroq. Ana biz qo'yamiz. Mana уже 3-komnat bo'ladi. Issiq chiqishini qaranglar. Telefonda sezdirish qiyin ekan, issiqda. 15 talik radiatordan qo'ydik. Mana dush. Dushni dele birday jiltadi inshaalloh. Mana 4-komnat bo'ladi. Buyursa. Shunday bir uydan o't chaqib, расход buyursa shunday bo'ladi. Masalan, ko'mirning расходichi. Потому что bu прямой emas. Котелlarda паровой отоплениялар singari прямой emas. Как положено немецкая системасы 3 оборот. Shunday bo'ladi. Buyursa. O'zimga dele aynakni keshiklardan qo'yib qildim ele. Qanday bo'lib tur? Buyursa shunday uslugani ham yo'lga qo'yamiz. Потому что men o'zim uyimga qo'yib испытаниyadan o'tkazdim. Jilitishi o'ta sonun. Bir ayirmasi svarka ishini biz montaj etmaymiz. Svarshik ballarning nomerini beramiz. O'zinglar baylanishib, montajini qilib olishinglar kerak bo'ladi. Bizda svarka uslugi yo'q.